inson qadri juda ham ulug' azizlar. Inson qadri ulug'. Dinimiz insonda hammasini qadrlaydi, hamma insonni qadrlashga buyuradi. Mana bu yerda hozir valaqad karramna bani odama deganda Odam alayhissalomning butun avlodi ketyapti-da. Hammasi ulug'. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir kuni sahobalar bilan turganda bir g'ayriddin odamni, musulmon bo'lmagan odamni tobutini ko'tarib o'tib qoluvdilar. Rasulimiz alayhissalom o'rnidan turib haligini hurmat qilib kuzatdilar. Bu yoqdagilar hayron bo'lib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, axir bu g'ayriddin-ku" deydi. To'g'ri, lekin u odamda dedilar. U insonda. Alloh insonni mukarram qilgan dedi. Qarang, qanday go'zal muomalamiz bor. Qanday go'zal payg'ambarimiz alayhisolamning xulqlaridan o'rganishimiz kerak bo'lgan odatlar bor. Shuning uchun hammalarini hurmat qilishlik, inson borki, ular bilan yaxshi muomalada bo'lishligimiz kerak.